Makka Madinaning imomi Sudaysi Ha. tarixda yozilgan bu tirik bu odam. Juda obro'li, juda martabali inson, Makka Madinaning imomi. Shu inson yoshida juda to'polonchi bo'lgan ekanlar. Sudaysi qanotlari. Juda ham to'polonchi, juda ham bir to'polonchisi bo'lgan ekan. Shunda onalari ularni urushganda haqorat qilmas ekanlar. Ana. Faqat aytar ekanlar, "Voy Makkaga imom bo'lgur, Makkaga imom bo'lgur" deyurar ekanlar har doim. Ana. Qarang qanaqa Dilfuzaxon tarbiya bo'lganda. Ham chiroyli. Bir padaringga lanat, mol, pol Farishtalar omin qilgan shukur aka. Ahmoq, jinni yotirasan deyilmaganda, "Tur bolam, turing bolajonim, Makkaga imom bo'lgur." To'polon qilsa ham, "Vaq, Makkaga imom bo'lgur" derkan. Qarang. So'ziga kirmasa ham, nimadir sindirib qo'ysa ham, nimadir urushib kelsa ham, Makkaga imom bo'lgur, Makkaga imom bo'lgur deb duo qilar ekan, shunaqa gaplar bilan. Ana shu odam Sudaysi bora Makkaga imom bo'lib ketgan ekan. Ko'rdingizmi? Yaxshi niyat. Har doim farzandlarimizga yaxshi gapirib, chiroyli gaplar bilan ovutishimiz kerak.